sifatli nejavika bilan sifatsiz nejavikani farqi va ish jarayonlari. Ish jarayonini ko'rishingiz mumkin. Berilishlar yakunlangan. Ish juda sifatsiz qilib ketilganda, mana shu yaxshi polirovka qilinmagan. Mana shu polirovka qilinmagandan hisobida zanglash kelib chiqadi. Ankellarni polirovka qilinmagandan hisobida zang chiqadi. Natijada nejavika zanglash holati vujudga kelishi mumkin. O'rtada. Ankellarda tayyorlanib bizning ish jarayon, mana ishimiz sifati. Ko'rib turganingizdek, hamma joyga polirovkaga aniq e'tibor beramiz. Ankellarga polirovka hamma detalga e'tibor beriladi. Mana bu ishning sifati. İşimiz sifatlarini ko'rishimiz mumkin. Beshrobodda joylashgan do'konimiz uchun berilishlarni yakunladik. Ko'rib turganingizdek, cho'lasanlik qilib berganmiz. Mana turishlari, ishimiz sifatlari har doimgidan ideal qilingan. Ko'rib turganingizdek, nonlarga alohida e'tibor berganmiz. To'g'ri ko'rishingiz mumkin. Ko'plarni